Dasturimizni korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Respublikamizning nufuzli tijorat banklaridan birining amaliyot boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Banda maxsus pulni siz shuni ishlaganingiz haqida. Men shuni qo'lingizdan namuna olaman. Mana mashina maxsus qilgan. Chap qo'lingizdan namuna olish. Shuni metrosi. Pulni oldingizmi? Pulni oldim. Shu yerda qayta turibdi. Mana shu qora salafandami? Toshkent viloyatida qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda viloyat soliq boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan audit soliq tekshiruvi natijasida aniqlangan 72 milliard 956 million so'mlik soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o'zining mazkur tizimda yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali bartaraf qilib berish evaziga 110 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda bank mansabdori kelishilgan pul mablag'i hisobidan 30 ming AQSh dollarini oldindan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.